iftorlikka harakat qilib, xudo xolasa bir ovqat olaylikmikan deb yuribmiz-da do'stim bilan. Makkaning ko'chalari. Mana Nash ko'chadan. Ko'chaning nomi nima edi? Nuzha degan ko'chada joylashgan gastinisadan. Hozir bitta ovqat bor. So'nggi harakatdamiz. To'g'ri yaqin. Hamma yoqqa Makka kirdik, ovqat so'rab, bittani qorin pishirar ekan. O'n bitta qayerdadir ko'rdik. Mana makkamida o'zbek kishi bor edi. Qayerdandir Surxondaryodan man. Mashumada kirgan ovqatimiz? Surxondaryolik biratan shumi? Biz endi mol go'shti so'radik. Mol go'shti bor ekan. Kartoshka bilan qovurilgan edi. Shani Mana Mansurjon. Oladigan ovqat mana shu go'sht ovqat. Mana tayyor salati bor ekan. Qattiqli salat ham bor ekan, qarang. Xullas shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar.